Avito yashirin ravishda urushga yollamoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya kompaniyalari Avitoda e'lon berib, o'zlarini Ukraina dron hujumlaridan himoya qilishga urinmoqda. Onlayn platformada 200 mingdan 300 ming rublga qadar maosh oladigan qo'riqchilarni yollash e'lonlari tarqatilmoqda. Biroq ular Moskva osmoni va boshqa shaharlarni, jumladan neftni qayta ishlash zavodlari, neft terminallari, portlar va harbiy kasalxonalarni qo'riqlashga jalb qilinadi. Yana kuryerlarni ishga olish haqidagi e'lonlarda ham yashirin ravishda jangovar qismlarni ta'minlash ishlari taklif qilinmoqda. Ba'zi ish e'lonlarida bu ish Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzishni o'z ichiga olishi aniq yoki yashirin ravishda aytilgan. Masalan, ular harbiy ro'yxatga olish va chaqiruv idorasi orqali ro'yxatdan o'tishni ko'rsatishi mumkin. Boshqalarda esa Rossiya Federatsiyasi Mehnat kodeksiga muvofiq ishga joylashish aytiladi. Kompaniyalar Avitoda drondan himoya qiluvchi odamlarni qidirmoqda. E'lonlardan birida frontdan uzoqda, xavfsiz va noma'lum yo'nalishda bo'lmagan ish uchun shartnoma taklif qilingan. Qarzdor yoki huquqiy muammolarga duch kelgan talabgorlar uchun biz sizning hayotingizni qayta boshlash imkoniyatini taklif qilamiz. Bitta shartnomada qarzdan qutulishga yordam beradigan erkakcha va xotirjam ish degan yolg'on va'dalar bilan urushga yollovchilar minglab odamlarni urushga olib ketishmoqda. Moskva Telegram kanali xabar berishicha, Avito shuningdek mexaniklar, montajchilar va payvandchilarni tinch ish o'rinlariga taklif qilib, ularni shartnomaviy harbiy xizmatga ham jalb qilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el fuqarolarini ularning turgan joyini nazorat qilish uchun smartfonlar sotib olishga majbur qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Igor Zubov RBK bilan suhbatda aytib o'tdi. Mamlakatga kelayotgan har bir chet el fuqarosi, ayniqsa mehnat migranti yoki uzoq muddatga kelayotgan shaxs ro'yxatdan o'tishda telefon sotib olishi shart bo'ladi. Ushbu smartfonga migrantning shaxsiy elektron profili o'rnatiladi. U politsiya xodimlariga geolokatsiya ma'lumotlarini avtomatik ravishda uzatib turish hisobiga huquqni muhofaza qilish organlari har bir muhojirning qayerda ekanligini bilib turadi. Migrantlar bundan buyon bir aholi punktidan boshqasiga nazoratsiz ko'chib yoki yashash joylarini o'zgartira olmaydi. Bundan tashqari, ushbu mobil ilova orqali migrantlar hujjatlarining amal qilish muddati tugayotgani haqida ogohlantiriladi yoki davlat organlariga kelish zaruriyati haqida xabardor qilinadi. 2025-yil sentyabrdan Moskva va Podmoskvada Amina nomli mobil ilovani sinovdan o'tkazish boshlangan. Bu ilova huquqni muhofaza qiluvchilarga shaxsning turgan joyini kuzatish imkonini beradi. Uni Rossiyaga vizasiz keladigan barcha voyaga yetgan migrantlar o'rnatishlari shart. 2025-yil dekabrda 139 mingdan ortiq kishi Amina ilovasida ularning geolokatsiya ma'lumotlari bo'lmaganligi sababli migratsiya hisobidan chiqarildi. Avvalroq Rossiyada noqonuniy migrantlar uchun nazorat qilinadigan shaxslar reyestri ham ishga tushgan edi. 2025-yil sentyabrga kelib ushbu ro'yxat qariyb 770 ming kishini tashkil etdi. Ushbu reyestrdagi chet el fuqarolariga turar joy va avtomobillar sotib olish, kreditlar olish, nikohni ro'yxatdan o'tkazish va bolalarni maktabga rasmiylashtirish taqiqlanadi. Repinodagi reyd Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlari tufayli boshlandi. Yotoqxona manzilida 600 dan ortiq xorijiy fuqarolar ro'yxatga olingan. Qora formali, niqobli xodimlar tong sahardan muhojir ishchilar uxlab yotgan hostelni bosdi. Xayrli tong deb eshiklarni gursillatib urib, migrantlarni hujjatlari bilan tekshiruvga chaqirdi. Migratsiya boshqarmasi xodimlari 319 kishining hujjatlarini tekshirdi. Bir mehmon Rossiyada bo'lish qoidalarini buzganligi aniqlanib, unga jarima solindi va endi u deportatsiya qilinadi. Hostel ma'muriyatida ham qoidabuzarliklar aniqlandi. Huquqni muhofaza qilish organlari hozirda soxta ro'yxatdan o'tish va noqonuniy migratsiya holatlarini tekshirmoqda.